Bugun ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva va dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova necha yillik qalin dugonalar o'rtasida jang boshlangani haqida mish-mishlar tarqaldi. Muqaddas Sa'dullayeva esa bunga oydinlik kiritdi. Intervyu davomida buni bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Turmush o'rtog'im hissiyotlarimga qarshi emas. Muqaddas Sa'dullayeva Rayhon sevimli qo'shiqchisi ekanligi va qizini aktrisa qilish orzusi haqida gapirib o'tdi. Turmushga chiqqach kinodan uzoqlashgan aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva oilaviy hayoti, qizining aktrisa bo'lishini xohlashi, xonanda Rayhonni yoqtirishi hamda Shahzoda Muhammedova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Turmush o'rtog'im romantik emas. Hamma onalar kabi bolalarimga mehribon onaman, lekin to'polon qilishganida chidab keyin portlab ketaman. Iloji boricha tergamaslikka harakat qilaman. Dadasi ham qattiqqo'llik qilmaydi-yu, lekin bir qarashlarning o'zida tinchlanib qolishadi. Oilamda meni juda erkalab, asalim, shirinim deb katta qilishgan. Turmush o'rtog'imning oilasida mehr, sevgi boshqacha bo'lgan. Baribir hamma oila turlicha-ku. Yangi turmushga chiqqanimda ham erkalardilar. Bu narsa g'ashimga tegardi, lekin menga ko'proq mehr, muhabbat kerakligini tushunib, kechroq bo'lsa ham hozir ana shunday erkalashga o'tgan, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Qizim aktrisa bo'lishini xohlayman. Qizim Sa'diya Instagramda videolar olib, o'zini o'zi xursand qilib yuradi. Iqtidori bor. O'zi yoqtirgan narsalariga qarshilik qilmaymiz. Hali kichkina-ku deymiz. Kinolarga taklif qilsa hozir ruxsat berishimiz mumkin. Lekin katta bo'lganda dadasi rozilik bermasa kerak. Men esa aktrisa bo'lishini istardim. Men ko'rmaganlarimni u ko'rsin, lekin qizimning o'zi ham dizayner bo'lishni xohlayapti, deydi aktrisa. Shahzoda Muhammedova bilan hech qachon urushmaganmiz. Bu fake xabar. Shahzoda bilan tanishishim qiziq bo'lgan. Ota-onam meni shifokor bo'lishimni istashgan. Qondan qo'rqqanim uchun psixologiya yo'nalishida tahsil olganman. Onamni bir filmiga bu roliga taklif qilishgan. Nabirasi rolni Shahzoda o'ynayotgan ekan. O'sha paytlar uning Tundan tonggacha filmidan keyin tanilgan vaqtlari edi. Rosa qiziqqanman. U bilan tanishgim kelgan. Onamdan meni ham syomkaga olib borib Shahzoda bilan tanishtirib qo'yishlarini so'raganman. Borganman. Oyim Shahzoda, bu mening qizim Muqaddas, ikkalangiz dugona bo'linglar degan. Shu bilan hozirgacha qalin dugonamiz. Shahzoda bilan hech qachon qattiq urushmaganmiz. Faqat ikkimiz ham oilamiz bilan bo'lib, ko'rish olmay Instagramga birga rasmga tushib joylay olmay qolishimiz mumkin, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Rayhonni yaxshi ko'raman. Muqaddas Sa'dullayeva Instagram sahifasiga joylagan videosida eng yoqtirgan xonandasi Rayhon ekanini yashirmagan. Turmush o'rtog'im ichimdagi hissiyotlarga qarshilik qilmaydi. Bular mening ichki xohishim, hissiyotim ekanini hurmat qilib, nega ommaga aytyapsiz demaydi. Yoshligimdan Rayhonni ham Shahzodani ham yoqtiraman. Qo'shiqlarini ham yoddan bilaman. Turmush o'rtog'imda ham ularga nisbatan yomonlik yo'q. Hamma o'z hayotida oilasi bilan tinch, baxtli, deydi Muqaddas Sa'dullayeva o'zining so'zlarining oxirida.